pul kerakmi? Oyim doim romantik qo'shiq aytsam, qizlar bilan qo'shiq aytma deb xafa bo'ladi. Hozir o'ziga bir aytib, anaqa reaksiyalarni ko'ramiz. Asal onam, shakar onam, qand onam. O'g'il qizga mehrisi payvand onam. Ey, asal onam, shakar onam, qand onam. O'g'il qizga mehrisi payvand onam. Kecha bizni erkalagan quchoqlaringiz. Ha, erta indin nevaralar bilan band bo'lar onam, uylantirsangiz meni ham. Aha. Hali erta bolam. Uylantirishga hali ancha bor bolam. Ha, bolam, pul kerakmi? Yo'q, hozir pul, mayli, $1000 tashlab berib tursangiz, serialim ikkinchi qismini chiqazib olardim-da.